xolodilnikda qolib ketgan asran saqlanib qolgan eski ovqatlarni yeyapmiz. Men pizzani mikrovolnovkaga qo'yishim kerak. Yaxshi bo'yda bizga qanaqa miya aytmaykanchi. Lazanyani mikrovolnovkada qisib uyga qaytagini politsiyaga yendimi? Oldingi o'yinda bizga miya aytayapti. Ovqatni mikrovolnovkaga qo'y. Cho'mil. Yaxshi bo'yda hech qanaqa miya yo'q. Agar o'lim bilan tugagan bo'lardi, lekin bolalar ko'rmaganlarni borib ko'ringlar. Menga televizor ko'rib, kresloda bazaqa ovqat yeyish yoqadi. Mayli televizor. Pandalarni ko'rib ekan. Mushkani bosyapti, ishni boshlashim uchun. Menimcha yeyapman. Qanaqa tituli bor ekan? Xulosda meni yoshligim esatib yuboryapti, lekin bu pandalar. Точно. Stadionga tushib missiya bajaramiz. Karotka biza. Qanada stadion? O'zingdan so'raydi mayli. Men tarelkani rakkinaga qo'yishim kerak. Ey, Endi ishga boramiz. qanday ikkita samolyot? Mayli ishga boraylik. Qanday ikkita samolyot? Bir. Конечно, so'zlar qayerdadir Qanaqa? qaysi chekka chiqadi. Shuni tushunmayman. Qanday ikkita? Nashta odam tushibdi. Ey, Dagi svetga o'tiramiz. Student bo'lsa, to'g'rida turish kerak. Ortiqcha to'lov nima keragi bor? Elektrichество uchun ko'chaga chiqib lekin bo'ldi. Men avtobus ostanovkasiga borishim kerak. To'g'rida deydi. Okey. brat. Boramiz. Qorong'ida yolg'izlikda sari buzilishni sara deb yozgandi. Zonasi bemag'ur ekan. O'ynaysan degan, xullas o'shanga o'xshagan gaplar. Ana bu zonaga ham kerak edi menimcha. Qanaqa zona lekin men boshqa o'ynamaganman bu zona. Samar. Ana tepada ana bu. Ana. Ana nimalarni sevsin trassami? Mashinada boramiz. Qarab, Free ham borda. Lekin trassalarga unchalik. Ana Xitoylik zona bor edi-ku. Kim o'ynagan bo'lsa biladi o'sha. Botlar ko'p. Quyruqchilar ekan bular. Bittaga urib o'tiribdi. Qaranglar, ana bratam, bilsinlar. Ko'ramiz hozir. Bu rostdan qotil, bu rostdan manyak. Yordam oldingda o'q turaman deydi. Qo'rqitishga yo'l qo'ymayman, himoya qilaman deydi. Avtobus kiymayaptim, bolalar avtobus kiymayapti. Boshim ekan, lekin bir. Va nihoyat probelni bossang turasan deydi. Quyruqchilari bor o'zini. O'rmon ichida odamni it oyog'i qadami odam qadam yetmayotgan joylarda yolg'iz
ishga boramiz. Buni men bir 100 dollar 100 dollar Indiya qo'rida ko'rganman. Qaysidir dada bo'ladi, qaysidir ota, qaysidir qaynota, qaysidir ujuz, qaysidir xullas bu odam ham xuddi bambi kal odamga o'xshab qilmagan ish qolmagan menimcha. Oh, yangi kelgan. Sherdamisiz? Ismingiz nima edi? Sara, ha, to'g'ri. Mening ismim Steve Gas. Men bu yerni xo'jayiniman. Siz meni Mr. Gas deb chaqirishingiz mumkin. Nima uchun sizni Mr. Qaytib tushaman mana shu yerga. Mayli, eshiting. Sizga bir favqulodda ishim bor. Qaytib tushamiz. Shoshmang, axir bu biznesmen. Bir o'zim yukla olamanmi? Mayli. Shoshmang. Xo'sh. Sizda bu ishda amaliyotingiz bor, malakangiz bor deb o'ylagandim. Mayli, hech qisi yo'q, lekin bu yerda hech qanday unchalar ko'p mijozlar bo'lmaydi. Qilishingiz kerak bo'lgan ishlar doskada turibdi va bironta mijoz kelib qolsa, ularga xizmat ko'rsatib yuboring. Yana bir narsani aytay. Esingizdan Tekin killa qiling, xullas soat bilan bir ish qiling. desa biladan lekin. Mayli, Mr. Tormos. Ketyapsizmi? Tormos? Men sizni yaxshi ko'raman. Bu quyruqchilari vashim ekanligini. Inson sifatida yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi meni ishlaysiz. Sizga omad tilayman desa bo'laveradi. Quyruqchilari vashim eganda lekin. Bu yerda maoshim turibdi. Qanaqadir bizga doska kerak bolalar. Qanaqadir doskaga bu qilishimiz kerak. O'lib ketgan odamlar. Aytdi hozir menga flashlayt, ya'ni fonarik kerak emas. Okey, doska qayerda? Doska bo'ldi-yu. Musorni tashqariga chiqar. Keyin men bu Ehtiyot bo'la. mahsulotlarni o'ldirgan. Chipus bor ekan, shirial, kasha bor ekan, konservalar bor ekan. Shirinliklar okey. Kil yozilmagan lekin. Blokin bo'ldi. Biz seminar kirdik. Tashqariga chiqish. Okey, ko'katga boramiz. Mijozga birinchi menimcha. Assalomu alaykum. Kaskasini qaranglar. Bashirat boshqaga o'xshaydi. Nima oldingiz? Qochish kerak karobchi. Boshim kirish. Hey, kaskani qaranglar. Urushga borgan karotsati. Nima bu yer yomonmi? Xavotirmi? O'zing bilib olasan, tushunib olasan. Yomon keldi. Boshim. Harakat qilyapman. Sen o'zi qo'rqib turibsan. O'zingda hamma gap. Shunchaki aytib qo'yishim kerakki, Kelibdi. to'saq joylarda ishlolmaydi. Nima demoqchi? O'zing ko'rib olasan. Shunchaki o'zingga o'zing ehtiyot bo'lmaydimi? Ayniqsa bittasi. Mayli. Xayrli kech. Sen nima men qo'rqmoqchi toshib ekanlar. Men topshiriqlar bajarishim kerak. Xolos qoldi o'shanda. Keyin qaytib kelaman dedi. Okey. Birinchi pollarni yuvib olayotganmiz, ana boshqaga o'xshagan odam. Ketdi. O'tdi. Ana shu yerga kiraman. Bu uyga bo'lmasa boshqa uyga kiraman. Nashta qo'rqishsa bor lekin. Vashimda. bironta kir qoldirmasligimiz kerakmi bu yerda? O'zi bir nima deydi, odam it topmas joyda joylashgan nima? Elektr bo'libdimi?
Ana? Ey man canım ko'madi. Ana askarlari bor. Joyga qo'yishim kerak deydi. Uyqam yo'q daji. Qanaqadir bir keyin keldi. Bu yangi odam lekin buni bu ham bormidi qaysi kunlarda. Kiring marhamat. Ko'rdi. Tovarlar ilk arzonlar shu yerda. Xohlaganingizni tanlab olishingiz kerak. Umuman vaqt bitgan deb. Nimadir oldi bu. Nimadir olgan. Ko'rdim man. Salom yosh xonim. Siz menga sigaret berib olasizmi? $20 bo'ladi. Mayli. Avtobus bilan keldim. Nima so'rayapsiz? Hech qanaqa bir sababsiz. Shunchaki men bu yerda hech Bo'ldi manimcha tugadi. Shuning o'yladimki siz bu yerga qanday uydan kelganingizda o'yladim. Mayli, yana biror nima kerakmi sizga? Yo'q, hammasi. Yosh xonim. Mayli, Bo'ldi manimcha tugadi. juda bir g'alati odamlar. Keyingi topshiriq Boshim quyruqchilarga lekin gap yo'q. musorda qayerda musorda? Aqranalari lekin zo'r ekan. Magazinda orqasida bo'lsa kerak deydi. Anu ketdimi? Menimcha u ketdi. Magazinda orqasida qanaqadir musor baklardi. Mana musor bak. Bu yerga biza Bitta ko'rib chiqayman bu Xitoyni. Qaranglar, ana bu yoqqa ham bo'lsa kerak. Haylo. Voy, o'tish kerak. O'tish kerak. qanaqa bir surpriz degan bo'ladi. Odatiy menimcha o'sha Ko'rdi aqranalari. odatiy o'sha kechki smenada ishlayotganlar haqidagi o'yindagi Ibrat berakiding. tozalashimiz kerak, bir nimalar joyiga quvvatlanishimiz kerak. Mayli. Siz bo'tsiz uyqlarsiz. Nima kerak sizga? Kelyapti, mayli, magazinda o'tiraylik. Olayotgan narsasini olsin, eshik ochib, oyog'ingni tozalab kir. Hozir bir yarim soat vaqtim bitdi tozalashga. Tozala oyoqni. Tozalama. Manday qarayapsan. Tiva. 25 dollar. G'alati, ha? Kechki paytda Shoshma. Kiramizdan kirdik-ku. Kaskaga lekin qaranglar, kaskani qaranglar. Orqada bodybuilderlar bor 8 ta. Noripov Play kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Deb qo'y. Qarang. Javob beradiki, o'sha javob berish nazarda tutgan bo'lsa kerak. Bu meni smenam ishimda, bu meni smenam ishim qilishim kerak. Yolg'izman. Qadar siz jasur ekansiz, ahmoqlik. Mayli, lekin jasur. Nima demoqchisan? Shunchaki aytyapman. Siz bilmaysizku, bu ish bilan yana kimlar kelishini. Nima bo'lganda ham xayrli. Mayli, mana bu uchraylik. Uchmayapti. Xullas, g'alati odamlar. Let's Shelvis. Uylarda nimaga joylashtirmayapti? Cho'p ketdi. Chipus kerakmi? Menga nima kerak? Qaysi birini birinchi olishim? Qaysi biri? Non ekan. Nashta aqrana bor bu yerda. Nonni joylashtiramiz bir joyga. O'tish kerak. Ketni joylashtirib chiqamiz. Pasha ekan bu. Pashani joylashtiramiz. Bitta tozalaymiz, qarang. Hozircha tinch, ahvoli hozircha yaxshi, menimcha tinch bo'lgani ham. Lekin g'alati odamlar. Ko'pchiligi, aynan ko'pchiligi, ya'ni tushgan qahramonimiz o'qishga harakat qilayotganday. Mandir ishlab ketdi, yo'moshimmi? Nima gap? Nima gap, ey? Xabarob ketdi. Biz hozir nimamizdan yo'qmi? Ichidan moshdan tushgani yo'q. Moshdan hech kim tushgani yo'q. Bitta o'yinda syujetini eslatib yuboryapti. Nega? Anu syujet esimda emas, xuddi mana shunday. What? Kimdir bizdan kuzatib ishlaydi. O'yinda ham adashmasam bir yarim soatlab qolmoqson o'zim. Ana nimadi? Qo'rasunku. Ko'rgandim ana zonaga qo'ysang ham hech bo'lmaydi degan. Soda. $3 soda. Tamom, manimcha aqrana bor edi ana bera lekin. Kechalari bo'sh bo'lgan, tinch
Yo, aylo, brat, tozalab chiqibdilar. Addushi, brat. Rahmat o'rnimga tozalaganingiz uchun. Yashirayotganday. Balki shunchaki ko'p o'ynab yuborayotgandirsan bu kichkina miyang bilan. Balki ikki o'rningda bo'lganim Addushi, brat, tozalaganingiz uchun o'rnimga. ochib o'tirgan bo'lay. Nima? Albatta, xayrli kech. Dinda. Smenam tugyapti ekan. Endi Bu ham tozalabdi. Addushi yordam berdi. Salom, Sara. Siz meni qo'rqitdingiz. Yaxshi. Buni xohlamagandim, lekin nima bo'lgan taqdirda ham birinchi smenang qanday bo'ldi? Yaxshi. Chiqargungacha mayli, e'tibor bermang. Kechir yana. Men seni bu holatga tushirgan bo'lsam, men tushundimki sen poyezd avtobusda kelgan Ey. bu yerga qanday endi qaytib Ana qara sumka zonaga noqin asqotadi. kelaman deb. Mayli. Soatga bosdagini meni o'zimni furgonimda kutib. Ey, Men seni uyingga tashlab qo'yaman. Rostdanmi? Nima bu? Magazinga nima bo'ladi? ana shu jon ketmaydi deyilgandi Kim edi ham bu? Instagramga. Mayli, rahmat. Yiqilsa ketaygan-ku. Olishimiz kerak ekan. Yuragimni yordi lekin. Necha minut ketmasa. Menga qay darajada to'g'ri bo'ladi? Birinchi marta umrida hali uchratgan odamni mashinaga minib, shu yarim kechasi uyga borishimmi? O'zi bu smenaga bu yerga ishga kelish, kutib turibdi. Bu yerga kelishni o'zi sal xato edi, adashmasam. Xo'sh. He, rostdan ham jon ketmay ekan. Rahmat, juda ham hurmat qildim. Uzr sumka ekan, lekin. Livga qo'ysa shunaqa sumka. Zo'r bilasida. Tutun, bizda ikkinchi tun bor ekan, bayli. Yana bir tun, yana o'sha smena. Yo'q, qaranglar. Ey, zonaga krizalik qilsang ham hech kim bilmayganda, lekin. Menimcha bugun ham qornim oshnaqor, chunki men hot dog turibdi. Давайте mana mikrovolnovkaga solamiz, o'zi aytmasdan oldin. Kimdan bergan? Boshim ketgan yo'qlarga. Zo'r ekan, lekin. Obuna qo'yinglar kanalimga, Telegram kanalimga ham. Otis Krutmakda. Tamam, krizaling yoqamiz bu sumka bilan. Yo'q, necha minut ishlaykan sumka menga, shunisi kerak. Motion potion degan narsa bormi bu zonaga? Ketibdi. Buni yana rakminaga tashlaymiz. Ey, Televizorni o'chirib, ketibdi lekin. Hozir endi minut tugadi menimcha. Oltita bor-ku, aptichka. Motion. Motion qaranglar, qanaqandi? Hey. Lamborghinimi? Voy billah. Lamborghinimi? Qanaqa motion bu? Uy billah. Motionga qaranglar sizlar. ikkinchi kun o'zi boshqacha boshlandi, bolalar. Ikkinchi kunda nimasi? Billah, motion. Ey, dahshat, Free Fire'dan aniq o'tib ketdi lekin bu. Ana moshonni qaranglar. Lekin qo'yil. Moshonni qaranglar sizlar. Lamborghini. Ana PUBG'ning yangisiga ko'rgandim men bu moshonni.
dahshat ekan. Moshinchani qaranglar, moshinchani. Ketdik terrasaga haydaymiz. Yo, bu kimdir skin qilib ketdi. Yo'q. Buni hech kim skin qilmabdi. Shuni terrasaga chiqay. Mana uy dahshat zona ekanligini qoyil qoldim. Davay chiq terrasa. Qaysi sirtotdi? Katta xolang ham olmaydi bu mashinani. Bilasanmi? Sen otdingmi? Tuya ham bor ekanda. Biraddan atirmisiz? Haylo, ikkita sherik bor. Nima qilmoqchi bo'ldilar birat? Yonimga kelib. Men mashina hal qiluvchi o'rinlar. Mashina borlar tez qirtlar. Lambomni. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Mashina ko'rdilar, mashina Lambo.